Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirlik bidayla ekranınki görünmenleri hemmanlarning şu vakti ve bunun keyinki vaqti hayırlık bolsun. Bugün biz Kur'an'dan nazar programımızdaki 60 kaçıncı kısmı bu 68 67. kısmında Kur'an ma'lum kavmga xosmi degan temada muzokara olib boramiz. Pidaylıklar ekranın arka sopada Ahmetcan Piday qarinishimiz programni bizning savollarga Qur'ondan nazar bo'yicha temalarni tushuntirib beruvchi ustozimiz Kerem Zahir Efendi Londondan. Hammanglar xush keldinglar. Men bu temaga kirishdan burun qisqacha bu temani tushuntirganlar tezilgan tushuntirishni o'qib o'tay, qadrli qarindoshlar. Qur'on ma'lum qavmga xosmi? Qur'onning zamon va makonga aloqador qismlari bilan bir qator tanishib chiqdik. Endi navbat Qur'onning ma'lum qavmga xos yoki butun insoniyatga o'rtaq ekanligi haqidagi mazmunlarni o'rganib o'tamiz. Tafsili anglab boqmaydigan, tukuni tiyishga aldiradigan tentaklarga tavsiyalarimiz shuki, har qatimliq darslarda nurg'unlagan yangi mazmunlar o'rtaga qo'yilib kelyotidi. Gap sizning bayqishingizda. Buning uchun samimiyat va ahamiyat lozim. Ömrida yolg'onning qurboniga aylanib xarob bo'lgan kishi uchun ozroq vaqt ajratib haqiqatni to'nib olish albatta ko'p manfaatlishdir. Vatandoshlarımızın ixlos bilan diqqat berishini umid qilamiz. Hurmat bilan Pidoylar ekrani. Qadrli qarindoshlar, ustoz qanovalar yaxshimi? Hamda oldingi sonlarda zamon, makon nuqtai nazarda Qur'oniy nazarda qarab, uning bir qator tushuntirishlarni berib o'tdik. Endi bugun Qur'on masalan ba'zida bir oyatni tutib oliblar, Qur'on shu arablarga xos deydigan mandaq tushuncha kelib qolgan qarindoshlarimiz yo'q emas, bor. U arablarning dini deb mandaq qaraydiganlar borda. Bularga nisbatan biz qandaq pozitsiyada bo'lamiz? Qur'oniy nuqtai nazardan qaragan chaqda. Qaynama rahmat ustoz. Assalomu alaykum qarindoshlar, minglarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Degandek o'tganda Qur'oni Karimniki bir zamon va bir makonga xosmi yoki butun zamonga va barliq makonlarga o'rtaqmi degan masala ustida to'xtalib o'tdik. Qur'oni Karimniki shu mavzu degandek, yani hozirmi shuni deymiz. Qur'oni Karim Arab yerim orlida Makka Madinada bo'libmi, yani Arab yerim orlida tushgan va shu yerda ijro qilingan bir kitob bo'lish sifati bilan va shu yerdagi masalalarni hal qilish bilan Qur'oni Karimdagi ijroati, Qur'oni Karimdagi hozirgi biz ko'rgan ijroati Arab yerim orlig'i, Arab millatiga xos holatda ijro qilingan. Chunki ijro qilingan yer asha bo'lganligi uchun. Endi bu yerda biz burun deb ko'rayotgan 3 nuqta bor. Qur'oni Karim din deb bizga tunishtirgan, u qasi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi e'tiqod, ibodat va prinsiplardan iborat. Bu üçü hech bir zaman, bir zamonga, bir makonga, bir millatga xos holatda bir o'zi oyat bilan naql qilinib yoki dalillanmagan. Nima uchun degan vaqtda rahmatan lil alamin degan o'zi iboralar bo'lganligi uchun u yerda butun olamga, butun dunyo insonlarga bir rahmat bo'lib, Alloh taolo marhamat qilib o'ziniki
to'g'ri yo'l ko'rsatgan kitobining o'zini butun insoniyatga tushirganlik haqida ma'lumot bergan. Hem buniki Qur'oni Karimdagi bir tarafi bu arabcha bir kitob. Arabcha bo'lishi bilan bu yerda arablarning kitobi, arablarning dini bu deydigan ko'z qarashmi boy degandek mavjud. Hamda unga kitob tushgan kishi, ya'ni payg'ambar bo'lgan kishining o'zi arab bo'lgandan keyin unga arab tilida tushadigan gap yoki u Alloh taolo tushirgan narsani o'zining tilida arabcha ifodalaydigan gap endi. Kallasiga Alloh taolodan o'zi bir ma'no, ya'ni Qur'oni Karimdan iborat bir ma'no tushgan vaqtida u ma'noni o'zi bildigan tilda ifodalashga to'g'ri keldi. Masalan, hozirgi vaqtda bir olim bir narsani o'zini tadqiq qilib, o tadqiqot natijasining o'zini, ya'ni bir narsani tadqiq qilish jarayonida bir narsani bayqagan bo'lsa, shu narsani bir qonuniyat, bir narsalarning o'zini bayqagan bo'lsa, u olim u narsani o'zi bilmaydigan tilda yozolmaydi, ifodalay. Yani o'zi bildigan tilda uni ifodalab, yozib yoki so'zlab kishilarga shunday ifodalaydigan gap. Xuddi shunga o'xshash Qur'oni Karimmi Alloh taolo tarafdan o'zi vahiy qilinish orqali bir ma'no sifatida vahiy qilingan bo'lsa, uni payg'ambar arab bo'lganligi uchun uning o'zini arabcha so'z bilan ifodalab insonlarga o'qitganligini bundan bilib olamiz. Bu xuddi burungi payg'ambarlar, masalan, Musa payg'ambar, İsa payg'ambar, İbrahim payg'ambarlarga o'xshash payg'ambarlar emas, Davud payg'ambar, bularga hammasi kitob tushgan payg'ambarlar. Endi bularcha degan vaqtda Qur'oni Karimdagi oyatga asosan Qur'oni Karim o'zining burungi kitobini tasdiqlaydi. Burungi ilohiy kitoblarning hammani tasdiqlaydi. Tasdiqlaydi deganning o'zi shular bilan ma'no jihatda o'xshash degan gap. Ama İbrahim Aleyhisselam'a tushgan kitobning o'zi İbraniy tilida, Musa Aleyhisselam'a tushgan kitobning o'zimi İbraniy tilga o'xshab ketgan. Ama keyin, masalan, minglarcha yil keyin o'zi tushgan kitob bo'lg'achqa, xuddi hozirgi Mahmud Qashqarniki Turk tillar devoni bilan bizning tilimizdagi oraliq farq o'xshash, farqlar paydo bo'lgan gap zaman o'tgan sari. Keyingi Tevratniki tili nemisi o'zi İbrahim Aleyhisselam'a tushgan suhub, yani kitapçıga nisbeten o'xshamaydigan farq yerlar bo'lganda, xuddi shunga o'xshash İncil bilan Tevratning o'rtasida kelima, lafz jihatda yoki til jihatda farq bo'lgan. Xuddi shunga o'xshash Tevrat, İncil, Zabur bilan Qur'oni Karimning o'rtasida ham til jihatda farq bo'lgan. Nima uchun degan vaqtda farqliq payg'ambarlarga yoki farqliq millatning ichidan chiqqan payg'ambarlarga yoki olmaydi farqli zamonlardagi payg'ambarlar tushgan bo'lg'achqa bu kitobning o'zi shu zamondagi payg'ambarlar ifodalay oladigan bir o'zi yoki shu zamonda shu payg'ambar tushgandan keyin u payg'ambar shu zamondagi o'ziniki tilniki yetishcha ifodalagan bir narsa bo'lib o'tirib chiqqan. Xuddi shunga o'xshash Qur'oni Karim degan vaqtda Qur'oni Karimni Alloh taoloning ma'no bo'lish sifati bilan Peygamber Aleyhisselam'a öz düşken bolsa zaten vahiy degan so'zning o'zimi uchur degan ma'noni bildirdi. Uchur deganni, misol bir odam boy deganga o'xshash bir narsani tadqiq qilish jarayonida erishgan bir ma'lumot, kallasiga kelgan bir ma'lumotning o'zi bu uchur hisoblandi. U ma'lumotni qalam bilan yozib yoki so'z bilan, og'iz tili bilan o'zi so'zlab ifodalash shu odam o'zi bildigan tilda ifodalaydigan gap. Shuning uchun bu Peygamber Aleyhisselam Arap bo'lganligi uchun uni arabcha ifodalagan va Peygamber Aleyhisselam Arap yerim oralida yashagan inson bo'lganligi uchun shu jamoatning ichida shu jamiyat yashagan odam bo'lganligi uchun shu jamiyatdagi masalalarni Qur'oni Karimdagi prinsiplarga selish orqali hal qilgan yani. Yani Qur'oni Karim nurg'unlar yalva shu Arap yerim oralidagi insonlarniki voqeligini bayon qilgan. Hattoki shu Makkaning o'zimi, Makka degan ismlar chiqdi. Misol Ummul Qura uning atrofidagi insonlarni ogohlantirdi degan oyatlar chiqdi. Buning o'zi nima degan vaqtida payg'ambar shu yerda Qur'oni Karimdan iborat bu bir programma yoki bir o'zi nizom nomi deydi. nizom nomini qo'llanish orqali shu Arab yerim oralidagi masalalarning o'zini hal qilgan bo'lsa,
bu nima degan vaqtda hal qilish jarayonlari, ijro qilish, hal qilish jarayonlarining hammasi nima desa, arablarga xos, ya'ni arab millatiga xos undaq o'zi ijro qilingan bir narsa bo'ldi degan gap. Bu xuddi o'tgan deganga o'xshash, misol bir tuzum, demokratik bir tuzum degan bo'lsak, bu tuzumni qaysi davlat qabul qilsa, shu davlat o'ziniki ijtimoiy jamiyatiga qarta uni ijro qilganga o'xshash. Payg'ambarmi shu Qur'ondan iborat bu dinning o'zining jamiyatidagi ahvol qarta ijro qilganligini shundan bila olamiz. Endi uni biz undaq olsa bu arablar uning o'zini undaq ijro qilgan bo'lsa, biz qanday qilamiz degan savollar keldi bu yerda. Biz qanday qilamiz degan vaqtda biz u yerdagi ijroatga esilmaymiz. O payg'ambar shu zamonda uni ijro qilib, shu arab yarim orolining o'zida shu masalani hal qilib, shu yerdagi arablarni qutqizib qilgan bo'lsa, bizniki esildig'imiz nima degan vaqtda bizning esildig'imiz Qur'oni Karimning ichidagi e'tiqod, ya'ni tavhid deydi buni. E'tiqod, ibodat va prinsiplardan iborat. Buning o'zini o'zimizning yurtiga, o'zimizning xalqiga o'zi opiramiz va o'zimizdagi jamiyatdagi masalalarni shu prinsiplarga tatbiqlaymiz. Tatbiqlash orqali biz Uyg'urlarningki madaniyati, urf-odati, jamiyatda bo'layotgan masalalari, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy masalalarning o'zini bu Qur'oni Karimdagi prinsip sezilish orqali biz o'z jamiyatimizdagi, o'z millatimizda bo'layotgan masalalarni hal qilamiz degan gap. Bu nuqtaga vaqtida bu yerdagi prinsip, ibodat, e'tiqodning o'zi bu hech bir zaman bir makonga, bir millatga, bir zamonga xos bir narsa emasligini men shuni bila olamiz. Xuddi misol 45-yildan boshlab dunyoda nurg'un davlatlar demokratik davlat o'tgan bo'lsa, ta hozirgacha nurg'un davlatlar shu demokratik tuzumda ketyapti. Ammo 45-yili ijro qilgan shu tuzumning o'zi hozirgi jamiyatga nisbatan farqli ijro qilindi. Nima uchun degan vaqtda jamiyatda o'zgarish va iqtisod jihatdan o'zgarish va ma'rif jihatdan o'zgarish va degandek madaniyat jihatdan o'zgarish va misolda bundaq bo'lgandan keyin uning qarta u tuzumdagi asosiy prinsip o'zgarmaydi va u yerda ijro qilish jarayonlaridagi ishlar o'zgardi. Ya'ni ijroat qismida o'zgarish paydo bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash Qur'oni Karim degan vaqtida Qur'oni Karimdagi prinsipi hech bir zaman o'zgarmaslik, ya'ni şu İbrahim peygamber olsun, Musa peygamber, İsa peygamber, Peygamber Aleyhisselam bütün peygamberler olsun, şu bir prinsipni her xil cemiyette, her xil milletinin içinde ve her xil medeniyetinin içinde şu medeniyetni, şu cemiyetni hal qilish uchun şu prinsip serish orqali hal qilib kelganligi. Va lekin u hal qilish jarayonlari degan vaqtida Musa Aleyhisselam bilan Peygamber Aleyhisselamniki ijro qilish jarayonlariniki o'xshamaydiganligi, İsa Aleyhisselam bilan Peygamber Aleyhisselam'daki icra qilish jarayonlarining o'xshamaydiganligining o'zi bu nimani bildiradi degan vaqtda masalaniki, ya'ni jamiyat bo'layotgan yoki jamiyatdagi masalalarniki o'xshamagan bir jamiyat paydo bo'lganligi uchun u yerdagi ijroatning o'zi masalani hal qilish usullari, misol jarayonlari o'xshamaydi degan gap. Shuning asosan o'zi butun payg'ambarlar uning uchun bir peygamber oldida o'tib ketgan bir payg'ambarniki, masalan Peygamber Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam anda qilibdi, İsa Aleyhisselam anda qilibdi, uning tushgan kitobmi mush Qur'oni Karimniki o'zi edi. Ya'ni Qur'oni Karimning prinsiplari shu Musa Aleyhisselamga aynan tushgan. Musa Aleyhisselam qanday ijro qilgan bo'lsa, men shunday ijro qilaman degan bir eg'iz gapni qilgan emas. Ya'ni hech bir payg'ambar oldida o'tgan payg'ambarlar qanday ijro qilgan bo'lsa bir masalani men shunday ijro qilaman degan emas. Bunu nimani bilib olib degan vaqtida bu Qur'oni Karim yoki ilohiy kitoblarning hech birisi bir zamonga, bir makonga va bir millatga xos bir narsa emasligining o'zini ifodalaydi degan gap. Ya'ni har millat uni qabul qilgan vaqtda o'ziniki jamiyatidagi masalalarni shu o'zi o'xshamaydigan, ya'ni arabning jamiyatiga Uyg'urlarning jamiyati o'xshamaydi misol. Ya'ni har millatning jamiyati o'xshamaydi, madaniyat o'xshamaydi, urf-odat o'xshamaydi misol. Uningda boshqa nurg'un narsalar o'xshamaydi. O'xshamagan bo'lgandan keyin o'xshamagan jamiyatda u prinsiplarga solgandan keyin u yerda o'xshamaydigan bir narsa chiqargan gap. Masalan, qo'shish, elish degan bir masalaning nima prinsip o'xshash bo'lgan bo'lsa-mu,
birga 2ni qo'shish bilan birga 3ni qo'shish o'xshamaydi misolda. Chiqargan natijasi o'xshamaydi. Xuddi shunga o'xshash, bu o'zi qo'shish degan qo'shish, elish degan bir prinsipning o'zini biz bilganimiz bilan, ammo u yerdagi masala oyat 2ni qo'shish chiqqan masala 2mi yoki 1mi? Yoki o'zi cho'ng masalami yoki kichik masalami? Yoki aniq o'xshaydigan masalami? Buni har turli bundaq narsa bo'lganligi uchun bu yerdagi hamma narsa payg'ambar alayhissalom zamonida qanday ijro qilingan bo'lsa, butun dunyoda peti ijro qilinishi lozim deyishning o'zicha desa, bu bir xatolik. Xatolik bo'lib qolishning sirtida jinoyat. Nima uchun degan vaqtda agar payg'ambar alayhissalom boshqa yerni qo'yib turayli, hozirgi zamonda Makka, Madinada bo'lgan taqdirdami, o'zini shu 1400 yil burun ijro qilgan peti o'zi ijro qilmay hozirgi saviyadagi, ya'ni hozirgi Makka, Madinadagi iqtisodiy, siyosiy o'zi ijtimoiy jamiyatga qarata, ya'ni o'zi farqli holatda ijro qilgan bo'ladi deganni tushungan vaqtida bu Qur'oni Karimdagi bir o'zi prinsiplarini hech bir zaman bir millatga xos bir narsa emasligining o'zini bilib olaymiz degan. Shuning uchun Qur'oni Karimdagi burun biz deb ko'rayotgan 3 masala, e'tiqod, ibodat va prinsiplari hech bir zaman o'zgarmaydi. O'zgarmaylik ilohiy kitoblarning hech birisida buningda kim o'zgarmaydi va u qanday bo'ldi degan vaqtda ijro qilgan har millat o'zining masalasini tatbiq qilgan vaqtda u yerdagi masaladan chiqadigan javob, ya'ni hukm farqli chiqadi. Farqli chiqqani u halqi ikki o'rinlik yoki bir qancha o'rinlik birisiga farqli o'zi javobning chiqishi u to'g'ri bir javobni topolmaganlikdan darak bermaydi. Ya'ni har jamiyat o'zining jamiyatdagi masalani Qur'oni Karimdagi prinsiplarga to'g'ri solgandan keyin o'xshamaydigan farqli jamiyatda farqli o'zi javobni chiqqanligi bu to'g'ri bir javobga erishganlik bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerda Peygamber Aleyhisselam zamanı emas, bunun 50 yıl, 100 yıl burun icra kılınan nesimi hazırlık zamanı okşumaydıgan buluşu bu asla öz Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an-ı Kerim düşenmegenligi yoki olmaydı, onu doğru icra kılanmaganlıktan derek vermeydi. Şu özünün cemiyetik meselelerini onun doğru seliş arkalıp onun okşumagan farklı özü bir cevap erişkenligi, yani doğru bir icra kılanlığı bir hesaplandı. Misal bizdeki qarindoshlarning içinde müzik to'g'riliq qavaqda müzikat mush dapchasi bo'ladi degan gaplar hozirgilik mush mollaning orasida ayt ko'p. Nima ish dapchasi bo'ladi-ki desa, Payg'ambar alayhissalomni Makkadan Madinaga borgan vaqtda kutib olgan vaqtda ash dapchalib arablar ashraqal badru alayna min saniyatil vadai degan naqshini aytib ash yerda dapni chep kutyapti-ki, uning uchun dapchasi bo'ladi deydi. Endi Arab madaniyatida dap bor endi. Shu vaqt dap kelib kutib olgan gap. Agar bizniki vatanga kelgan taqdirda biz o payg'ambar alayhissalomning o'zini yaxshi o'zi naqshlarni aytib turib, dutta tamburni, daplarni chelish orqali kutib olgan bo'lardik deymiz endi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'xshamagan madaniyatda o'xshamagan narsalar bilan o'zi faoliyat qilgan gap. Bu yerdagi bu o'zi muzik chelish yoki faoliyat qilishda faqat u yerdagi o'zi bizga qo'yilgan shart nima degan vaqtda Alloh taolaning belgilamasidan chiqib ketmaslik. Ya'ni u yerda shahvoniy harakatlar qilmaslik, shahvoniy so'zlarni qilmaslik, mana bu o'zi bekitilgan. Ya'ni bunday prinsiplarga amal qilgan shart ostida chasi bo'ladi degan gap endi. Buning uchun Qur'oni Karimdagi aqida, ibodat, prinsip jihatdan hech bir zaman arablik emas, yani yoki shu zamonga emas, yoki shu makonga emas, bütün insoniyatga, bütün o'zi dunyoning haqqos joylariga va haqqos zamonlarning hammasiga o'rtaq bir narsa ekanligining o'zini mana shundan bilib olaymiz. Endi xos tarfi, arablar xos tarfi degan vaqtda boy deganga o'xshash, arab yerim orlida bu Qur'oni Karim ijro qilingan bo'lg'achqa, uning ijroat qismi, ya'ni arabniki tuprog'ida ijro qilingan qismining o'zini biz o'zi o'zimizning tuprog'iga ko'chirib akilish bu bizga xato degan gap. U vaqtda biz nima ekanimiz degan vaqtda arabning dinini kelgan bo'lamiz. Allohning dinini kelmay, arabning dinini kelgan bo'lamiz. Misol,
Hozir qo'limizda bor Hidoyat Sharvaqoy degan bu kitobning hammasi nima desa Abbosiya, Umayya sulolasi zamonasida yozilgan kitoblar. Shu zamondagi davlatning qonuni qilib bekitilgan. Bu kitobning o'zini hamda bizniki tuprog'imizga kelib, hozirgi zamonda, ya'ni bu 1000 yil burun yozilgan kitobning o'zini akilib bizniki zamonimizda, bizniki vatanimizga kelsak, bu vaqtda bizning vatanga to'g'ri kelmaydi. Bizniki hozirgi zamonimizga to'g'ri kelmaydi undagi narsalar. Undaq bo'lgandan keyin bu yerdagi narsa nima degan vaqtda har millat Qur'oni Karimdagi prinsipni asos qilgan holda o'ziga muvofiq holatda qonun tuzash bu Qur'oni Karim yo'l qo'ygan bir nima degan gap. Bir o'zi prinsip yani. Qur'oni Karimda har bir ummatga yoki har odamdan boshlab zodi har bir ummat to'plumni tortib hammasiga shariatdan iborat o'zi bir qonun tuzash huquqini bergan. Bu huquqqa asosan yani Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asoslanib turib, shu huquqimizdan foydalanib turib, o'z jamiyatimizga muvofiq holatda Qur'oni Karim prinsipga asoslanib turib, o'zi qonun tuzsak, Qur'oni Karim maqsad qilgan qonunni tuzgan bo'ldik degan gap. O vaqtda biz uning o'zini adolatli ijro qilsak, Qur'oni Karim maqsad qilgan o'zi adolatni vujudga chiqardik degan gap. Qur'on meni shuni maqsad qiladi. Aslo u yerda biz hozir mesela o'qib kelayotgan arablik shu nimalari shu hadis rivoyat hadislari shu fiqh kitoblari hammasi nima degan vaqtda fiqh kitobning tamoman zamoni o'tib ketgan va o'zining makoni xos narsa, ammo aslo uning o'zi bizniki zamonimizga va bizning makonimizga to'g'ri kelmaydigan bir narsa. Uning uchun buni biz hozirgi vaqtda shariat qonuni qilamiz. Yani biz özümüzdeki nemimizge İslam kanunu şu özü Araplıdaki şu Şervaqoy Hidoyatning özünü biz özümüz kanun kılımız diyenlikning özü bu bir nayet ahmaqanlık hem bir taraftan bu özü vaqt o'tib ketgan narsaning özünü ekilip yoki boshqa millatning yani bir tarafdan bo'lgan boshqa millatniki boshqa bir coğrafiyaga loyiq holat tuzalgan bir narsani ekilip özümüzning tuproqqa to'g'ri kelmaydigan bir narsani qonun qilishimizning o'zi nima degan vaqtda Qur'oni Karim her milletke o'ziniki sharoiti qarta qonun tuzash huquqini berganlikdan iborat bu o'zi huquqdan foydalanmaganligimiz va aqlimizni ishlatmaganligimizdan darak berdi. Qur'oni Karimda Sura Ali Imron'daki 103-oyatida "Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا degan şu ayetinin özünün nimdeydi dese bizniki yani Allah Teala'nınki ağamçısına ibaret Allah din degan şu özü Allah'ın dinida hech qanday özü bölgünçülük qilmasligimizning özünü bizga Allah Teala tavsiye qildi yani buyuruydu. Bu Allah'ın dini neymi degan vaqtda biz yuqorida deb o'tganga o'xshash Qur'oni Karim ko'rsatgan din itiqat yani tevhid deymiz, iman nimaları, şartları misal Allah'a işiniş, peygamberge işiniş, kitapka, malaiklerge, ahiretge işinişten ibaret bu işinişler, onundaki ibadet ve Kur'an-ı Kerim'deki prensipler bu din. Yani Allah Teala tesirligen din. Qagan çoğu diye vakti Musa Aleyhisselam'ın muvakkaliği, İsa Aleyhisselam'ın muvakkaliği çoğu dese, şu zamandaki dinni icra qilish jarayonlari o payg'ambarlarniki va din qarshi turgan insonlarniki qanday bo'lganlik jarayonlarini bizga so'zlash orqali dinni har payg'ambarlar o'z zamoni va o'z makonida o'xshamagan shart ostida o'xshamagan usulda ijro qilganlikni bizga tushuntirganlik. Uning uchun bizniki hozirgi vaqtda desa har bir jamiyat yoki har bir davlat o'ziniki amal ahvol qarta qonun tuzsa, Qur'oni Karim shu prinsiplar asosida turib qonun tuzsa, Qur'oni Karim maqsad qilgan qonunni tuzgan bo'ladi. Uni adolatli ijro qilsa, demakki o'zi Allohning adolatini vujudga chiqargan bo'ladi degan gap. Endi bu yerda mana bu Qur'onni tarjim qilish jarayonlarini kichkina bir so'zlab o'taylik dedim o'sha yerda. Bizniki tarjim qilgan olimlarimiz hozir 4-5 ta tarjim chiqib qoldi. Bu tarjimaning hammasining o'zida lafz tarjima bor. Lafz tarjima bor. Bu nihoyatda o'zi bir xato bir ish.
Misal, o Qur'onni labzan tarjim qilish, ya'ni o'zi oyatni o'rniga keltirib, ashundaq tarjim qilaman deb, uning o'zini labzan tarjim qilib, insonlar tushunmaydigan bir narsaga aylantirib qo'yish, bu nihoyat cho'ng xatolik. Yuqori deb o'tganimizdek, Qur'oni Karim, misol, Qur'onning o'zida bor bu sura o'zi Shuaroniki 192-oyatdan 196-oyatgacha oralig'ida innahu latanzilu robbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin ve innahu lafi zuburil evvelin deydi. Yani bu oyatniki mazmuni asoslangan vaqtda Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a özü Kur'an-ı Kerim'nin özünü kalbi degenin özünü biz yürekni kalp deydi, lekin kallısıga, yani kallысы Peygamber Aleyhisselam'ın kallısıga, yani o Kur'an-ı Kerim'nin özünü düşürgenligi, onu Peygamber Aleyhisselam hakiki Arap tilde insanlığa yetkizgenliginin özünü bu yerde bayan kıldı. Bu Kur'an nimet edilse ve innehu lafi zuburul evvelin. Burunki ilahi kitapların batı deydi. Şu vaxtda Arapça bağımı dediyse burunki ilahi kitaplar Tevrat, İncil, Zeburlarda Arapça bağımı dediyse Arapça yoktu. Mana buluş süptülen şu burunki kitaplarda batı. Yani şu Kur'an-ı Kerim'deki maksat o burunki kitaplarda mı aşındak ifadelengen diyen gependi. O başka bir tilde olsun mu? Onun için bu yerde biz Kur'an-ı Kerim'le ya Arapça bir kitabını tercüm kılan vaxtda, qanday qilishimiz kerak degan vaxtda, onun ma'na maqsadiga asosan tercüm qilish lazım. Şu vaxtda maqsadning o'zini bizniki millatga Qur'onning maqsadini anlatqili bo'ladi. Uni tushunishda, Qur'oni Karimni tushunishda Arab grammatikasiga nihoyat ahamiyat bergan holatda, lug'atlarga ahamiyat bergan holatda bir tushuncha hosil qilsak, uni o'zimizning tiliga aylantirgan vaqtida Uyg'ur grammatikasiga nihoyat ahamiyat berish lozim. Ya'ni Uyg'ur grammatikasiga asoslanib turib ifodalangan, ya'ni xuddi Uyg'urcha tushgan bir Qur'ondek holatda, amalni berchi bir Uyg'urcha tushgan Qur'ondek bundaq bir holatda tercüm qilinishi lozim. Yani şu burunqidek hech bir narsa uqulunmaydigan fantaziyalik shunday bir tercüm bo'lib qolsa, o vaqtda o tercümadan insonlar foydalanmaydi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima bo'lsa, hozirgi tercüm qildiganlarimiz zaten bir inglizcha bir kitobni tercüm qilmoqchi bo'lsa, harfan tercüm qilmaydi hech bir zaman. Ashniki maqsadni, mazmunini tercüm qiladi. Bu tercüm qilishdagi usul. Lug'atdan tercüm qilish degani faqat lug'atda ishlatildi. Shuning uchun bu yer tercüm qilgan vaqtidami, uning o'zini ma'no jihatdan tercüm qilish, maqsad jihatdan tercüm qilish nihoyat yaxshi. Shu vaqtda u şu millat, ya'ni shu tercüm qilingan kitobni o'qiy olgan millat uning o'zini yaxshi tushuna oladi va yaxshi undan foydalana oladi degan gap. Hem de Kur'an-ı Kerim'de bayqı degenin boyunca burunqi ilahi kitabının hemmisinde Kur'an-ı Kerim ma'nan buluş süptülen, yani ma'na buluş süptülen şu burunqi kitaplardan batı dedik. Kur'an'da şunun başka ayetli bağımı delil degen vaqtida, delil bo'lgan nurg'un ayetli var. Misal Sura Fatir'niki 43. ayetida mı sünnetel فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا degan mush ayetning o'zimi Allah Teala'niki insonlarga yo'l ko'rsatadigan kitoblarniki hech qachon o'zgarmaganligi, bu prinsip jihatda o'zgarmaganligini bildirdi. Bo'lmasa bu yerda labzan hisoblagan vaqtida burungi kitoblarniki labzi boy deganga o'xshash boshqa bir tillarda bo'lgan, ammo bu Qur'oni Karimning labzi Arabcha.
Bundaq bo'lgandan keyin biz o'zimizniki tilga aylantirgan vaqtda Uyg'urcha Qur'on holatiga akilishimiz nihoyatda muhim. Ya'ni Uyg'urcha tushgandek holatda tarjima qilish bu bek muhim bo'ldi. Yana Fatih surasining o'zida bu sunnatullahi allati qad khalat min qabl va lan tajida li sunnatillahi tabdila degan o'sha oyatning o'zida Alloh taoloning insonlarga ko'rsatgan yo'lda hech qanday o'zgarishning bo'lmaganligi haqidagi oyatlar misol. Bu endi Qur'oni Karimdagi o'zgarmaydigan qismlari. O'zgarmaydigan qismlari boy deganga o'xshash, ya'ni xulosa qilgan vaqtida e'tiqod, ibodat va prinsiplari hech bir zaman o'zgarmaydiganligi va har joyga olgan vaqtida shu prinsip asosida o'ziniki millati, o'ziniki davlatning ichidagi ishlarning o'zini shu prinsip asosida hal qilgan vaqtida to'g'ri hal qilgan bo'lganligini ko'rsatdi Qur'oni Karim. Bu nuqtani aytgan vaqtda asla biz o'z arabniki ijroatlarning o'zini ko'chirib akilib, arab madaniyatini ko'chirib akilib, o'zimizning madaniyatini madaniyatning ustidan o'zi xalqning o'zini uni haydashlik qildigan arabniki ijroatlarni bizning vatanga akilib, shu bo'yicha ijro qilamiz deydigan bunday so'zlarni qilish bu nihoyat o'zi xato bir narsa. Chunki o'xshamagan bir yaniki qonun prinsiplarini akilib, u yerga ijro qilamiz deyishning o'zi to'g'ri kelmaydigan bir narsa bo'ldi. Endi Qur'oni Karimdagi boshqa ideologiyalarga o'xshamaydigan yerlarim bormi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi bu hech bir zaman o'zgarmaydigan bunday bir kitob bo'lishidagi bir asosiy maqsad, asosiy birinchi sabab ilohiy bo'lganligi. Ya'ni buniki tutishgan yeri Allohga tutishgan bo'lg'achqa bu hech bir zaman Alloh o'zgartmaganga qadar uni o'zgartish hech bir insonga o'zi to'g'ri bo'lmaydigan bir narsa bo'lganligi uchun u hech bir zaman o'zgarmaydigan bunday bir prinsip. Ya'ni endi bizniki qarindoshlarning ichida hozir arablarniki shu kiyimlarni jiq kiyadigan, masalan, o da bir eyiblayotgan ish emas, ya'ni bu to'g'ri tushunish kerak. Arablarniki kiyimiga havas qiladigan, boshqa millatlarniki kiyimlarga havas qiladigan va boshqa millatlarniki muzika madaniyatlarga havas qiladigan bundaq odatlar ko'p paydo bo'lib ketdi deb mayda savol nima qilibdiki. Mush qanday bo'ladi debdi. Bu her millatniki o'zining bir madaniyati, bu madaniyat hech bir zaman din olanmaydi. Ya'ni bizniki tarixdan bu yan, 1000 yildan bu yan desek bo'ladi. Arablar tuzib qo'ygan qonunga o'zi amal qilishimiz va arabniki o'zi madaniyatiga amal qilishimiz, arabni ilohlashtirishimiz bu bizdagi eng chong xatolik bo'lgan. Tarixda biz Allohga ishondik deymiz, ammo amaliyotda arab ishinilik, arabning madaniyatini, urf-odatini biz o'zimizga din qilib olaylik, arabniki qanday bir narsa bo'lsa, gap so'zlar bo'lsa, u din qatorida hisoblaylik va arabning tuproqlariga har qanday narsaning o'zini biz boshqa tuproqlardan ustun ko'rib, uning o'zini ulug'laydigan bir holat bizda shakllanishlik. Buning hammasi nima degan vaqtda bu o'zi Qur'oni Karimdagi shu prinsipning o'zini joyida tushunmaganligimiz uchun biz arabning har qilgan narsa dinga o'xshaydi deb avam xalq oshining o'zini ayndaq tushunganligi uchun mushorat kelib qolalik. Ammo amaliyotda buni biz boy deganga o'xshash bir o'zi kapitalizm degan o'xshash yoki bo'lmaydimi bu demokratiya degan o'xshash bir o'zi nima? Bir ideologiya qatorida, ya'ni ilohiy ideologiya buni o'xshamaydigan yeri shu. Bu o'z insoniy ideologiya, Qur'oni Karimdagi o ilohiy ideologiya. Bu ash ideologiya bo'lganligi uchun buning o'zini biz her yerga olib shu yerdagi millatning ishini hal qilish maqsadida olmasdan o'zimizning ishini shu ideologiya chiqqan yerdagi millatning ishiga selishtirish orqali hal qilish bosqichiga o'tib qolganligimiz uchun bu narsani biz nihoyatda cho'ng xatolik o'tgan bizning ajdodlarimizda. Shu bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
u Arab madaniyati, Arab urf-odati olsun, Arabning tuprog'idagi har qanday narsa bo'lishini qat'iy nazar, u Arabga xos narsa. U o'zi qanchalik ulug'lasa ulug'laversin o'zining ishi, lekin bizniki uni ulug'lashga hech qanday o'zi nemimiz yo'q. Bizniki ulug'lashga hech qanday uningga ehtiyojimiz yo'q bunday vaqtida. Arabning tiliga ehtiyojimiz yo'q, faqat Qur'onni bilgidek bo'lsak, tushungidek bo'lsak bo'ldi, qolgan tiliga zaten ehtiyojimiz yo'q. Hech qanday narsaga ehtiyojimiz o'zimizniki yetib oshuvchi madaniyatimiz, hamma narsamiz bor. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda öz madaniyatimiz, öz urf-odatimizning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsiplarga serish orqali hal qilish masalasi bu Qur'oni Karim bizga maqsad qilgan ishning mana dal o'zi shu degan gap. Hamda barliq musulmonlar Muhammad payg'ambarning uningdan qolsa nima keyingilarniki sahobil debdi, o'zi arablarning debdi boyaq degan gap shu. İcra qilgan bo'yicha Qur'oni Karimni ijro qilish kerakmi degan savolmi kelibdi ekan. Bu o'zi boy deganga o'xshash, ya'ni payg'ambar alayhissalom yana o'z zamonasida Qur'oni Karimni shu zamondagi amaliy ahvol qarta ijro qilgan bo'lsa, bizcha degan vaqtda biz hozirgi zamonda o'zimizning amaliy ahvol qarta ijro qilganligimiz uni to'g'ri ijro qilganlik deb hisoblandi. Eğer biz Peygamber Aleyhisselam zamanındaki icraatını aynen ekelimiz deyilgan bolsak, o vaqtda zamanını 1400 yıl burunki zamanga qaytırış doğru geldi. Bu asla mümkün emas. Kur'an'daki hatta yelicel cemelu min semmil hayat degan o'zi oyatga o'xshash bir ma'no chiqaramdi. Shuning uchun biz Peygamber Aleyhisselam'daki Kur'an'ı icra qilishi olsun, sahabalarning icra qilishi olsun ve keyingi o'zi Sulallah'nınki icra qilishi olsun, u hammasi şu zaman ve şu makan xos narsalar. Şu zaman ve şu makanga xos icra qilingan icraatdan iborat. To'g'risi Qur'oni Karim to'g'ri kelgan bir icraat bo'ladi. Xato bo'lgan bu xato yadir bo'lgan bu shu icraatniki xato ijro qilingan bo'ldi xolos. Ammo bizniki uningga o'zi eslashimiz bu icraatını ekilip hazırki bizniki öz zamanımızga zamanımızın işlerini o nesler yani şu fiqh kitapları tetbiklaş arkalık hüküm çıkarış ve keza işi tamamen özü zaman ötketken nesliga hüküm çıkargan tetbikilgan buldu. Bu tamamen hata bir icraatı hesaplandı. Şunun için Kur'an'daki prensip hiçbir zaman konurap kalmaydı. Onu her kandak yeni, her kandak terakkip etken zamandaki işlerin özünü şu prensipka tetbikilgan vaxtda to'g'ri bir o'zi xulosa og'ili bo'ladi, to'g'ri bir hukm og'ili bo'ladi. Ya'ni ashunday o'zi ijro qilsak, Qur'oni Karim to'g'ri ijro qilgan bo'lamiz. Hem de Qur'oni Karimniki hozirgi biz deyotgan nim bo'yicha aytgan vaqtida ikki narsa bilan yig'inchoqlashib bo'ldi. Ikki o'zi mazmunga yig'inchoqlashib bo'ldi. Birinchi mazmun nima degan vaqtida Qur'oni Karimning e'tiqod, ibodat va prinsiplari bu universal. Ya'ni har qanday zamonga to'g'ri keladigan, har qanday makonga to'g'ri keladigan bir o'zi narsa. Yani chunki bu din. Yani Allah Teala insanlar din qilib tushirgan narsa mana shu. İkincisi Qur'oni Karimning ichidagi şu Arab yerim oralida ijro qilingan nurg'unliq voqealiklar zikr qilindi. Payg'ambar alayhisalom haqida, Uhud urushi haqida, Badr urushi haqida, misol Makkaning fathi haqida, Abu Lahab haqida degan o'xshash nurg'unliq voqealiklar bor. Payg'ambar alayhisalomning ayollari haqida, munofiqlar haqida, şu zamandaki Yahud Nasaralar hakkı degan nurg'unliq voqealiklar bor. Buning hammasi nima degan vaqtda şu zamanga xos, yani şu zamanda bo'lgan voqealikni hisob nima bayon qilgan bo'ladi. Uning o'zini biz qanday tushunishimiz kerak degan vaqtda u şu zamanda bo'lgan ishlar qatorida. Xuddi biz Sharq Turkiston tarixini o'qigan vaqtda buningdan 400 yil burun, misol Saidiya xalqining zamonasidagi yoki 1000 yil burun Qarxonlar zamonasidagi voqealikni o'qigan vaqtda u voqealik şu zamanda bo'lgan ishga
deb tushunganga o'xshashlar u Qur'oni Karimning ichidagi Badr urushi va hokazo u bu urush shu zamondagi munofiqlar, Yahud Nasaralar haqidagi bo'lgan voqealikning o'zini shu zamonda bo'lgan voqealik qatori tushunish va uning o'zini hech bir zaman hozirgi zamonga so'rab akilish qanday hojatning yo'qligini o'zini bildirdi. Faqat uningdan munofiqniki yoki boshqa har turli odamlardan faqat biz dars chiqarishga bo'ladi. Qur'oni Karim bizga buyrug'ini shu ibrat elinglar degan yeri bor. Biz ibrat olsaqli bo'ldi. Boshqa hech qanday bizga uningdan o'gindigan yoki uni o'zi biz bu nima uchun bunday qilib qoldi deb uni tanqidlaydigan hech qanday o'zi uningga nemimiz yo'q. Nima uchun degan vaqtda bizga uningdan hech qanday foydasi yo'q. O ishlarni burun o'tib ketgan ishlar bo'lganligi uchun shunga biz u yerdagi bo'lgan ishning o'zini hozirgi zamondagi Uyg'urlarga o'zi o'rnak qilib ko'rsatish orqali, masalan, Abu Bakr, Umar, Osmonlarning o'zini qahramon qilib ko'rsatish orqali davomli ashlarni maqtab, ashlarni tarjimonini o'qib berib, uningdagi o'zimizning qahramonlari, o'zimizniki o'zi podsho olimlarimizniki nimalarning o'zi tarixini o'qib bermaydigan bunday ishlarni qilish bu nihoyat cho'ng xatolik. Nima uchun ular o'ziniki odamlari şu Araplarga cho'ng has qo'shgan, şu Arap jamiyatini ko'klatgan, rivojlantirgan odamlar, uni Araplar qanchalik maqsad bo'ldi. Uni bo'laverdi endi o Araplarga hozir tugmaydigan boyliqlarni hammasini shu nima qilib bergandikin, bizgacha degan vaqtda biz o'zimizniki podsho davlatlarimiz, qahramonlarimiz, olimlarimizniki tarixini o'qish va ularning o'zining faxrlanish va ulardan o'rganish va ularning izini besish. Bizniki vazifamiz bu. Biz hiçbir zaman qancha tirishsakmi Abu Bakr olmaymiz. Çünkü nima qilsa Arab o, biz Arab olmaymiz. Biz tirishqa vaqtda Mahmud Qashqar bo'la olamiz, Yusuf Qasajib bo'la olamiz, Al-Farabi bo'la olamiz va ular qilgan shu zamondagi ishlarning o'zini, yuksak ishlarning o'zini biz hozirgi zamongacha qila olamiz. Shuning uchun biz bu o'zi Arablar o'ziniki shu qahramonlarni maqtagan bo'lsa, u to'g'ri o'ziga. Lekin bu nemini bildirdi bizga desa, bizmi o'zimizning qahramonlarini bilishimiz, ularning tarixini o'rganishimiz va ularni avlodlarimizga o'rgatishimiz va ashlarga o'xshash yaxshi, munavvar insonlarniki chiqishiga asos solishimiz, ya'ni avlodlarimizni shuni qiziqtirishimiz nihoyat muhimligini qiziqtirishimizniki nihoyat muhimligini o'zini ko'rsatdi degan. Asasen bunalqı yaman jiq so'zlayotsak meni shu bu yig'inchoqliq vaqtida masala mush shu hamda. Buni shu bir zamonga bir makon xosmo degan vaqtdami asosan so'zlanib bo'lgan bu masalalar endi faqat arab millati xosmo degan vaqtda bizniki bu yerda e'tibor oladigan narsamiz nima degan vaqtda bizniki millatimiz arab madaniyatini, arab urf-odatini, arabniki masalan hikoya cho'chaklarining o'zini din qilmasligining o'zini tavsiya qilish maqsad. Rivoyatda masalan Sahih Buxoriy, Sahih Muslim bo'lsin, bu arabniki hikoya cho'chaklarini akilib din qilib olish bu o'zi bizni falokatga olib borgan narsa. Zaten shu falokatga akeldi. Bundan ortiq bir falokatga ketmasligimiz uchun biz o'zimiznikini, ya'ni o'zimiznikiga sahib chiqish va o'zimizniki narsalarni o'rganish bu nihoyat muhimligining o'zini bildirdi. Xo'sh. Shunda qilib bir qavmga ham xos emasligini, bir asosiy prinsiplarni nuqta qilish, tutqu qilishimiz kerakligini so'zlab o'tdilar. O'sha yerda hamda bu İbrahim surasininki 4-oyatini biz qanday tushunishimiz kerak? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min resulin illa bilisani kavmihi liyubeyyine lehum feyuzillu feyuzillahu men yeşâ ve huvel azizul hakim. Muş ayetler. Bunun özü ve ma erselna min resulin illa bilisani kavmihi liyubeyyine lehum. Degan bu ayetin özümü her milletke öz
o'zining ichidan bir elchi evatganligi, u elchi evatish maqsad u millatga o'z tilida Alloh taoloning oyatlarining o'zini tushuntirish uchun evatganligining o'zini bayon qildi. Bu o'zi Feyyuzilullahu men yasha ve yehdi bihi men yasha deganing o'zi mana shu bayon qilish orqali Alloh taoloning shu o'zi evatgan Alloh taoloning shu ne'masining o'zini hidoyati orqali insonlarga xohlagan kishiga Alloh xohlagan kishiga o'zi yuzillu deganing o'zi uning xatoligini ko'rsatib qo'ydiganligi va xohlagan kishiniki yo'lni to'g'riligini ko'rsatib qo'ydiganligini o'zini bayon qildi. Ya'ni Qur'oni Karim shunda qaragandekilla o'zimizniki qaysi ish xato ketayotganlik va qaysi ishimizniki to'g'ri ketayotganligini shu Qur'ondan o'zi xuddi aynak qaragandek o'zimizni qayat dag'va bilgandekla Qur'on qaragandekilla qaysi yo'lda biz xato ketayotganlik va qaysi yo'lda biz to'g'ri ketayotganligini bilish uchun har millatga o'z tili bilan elchi evatganligini rasul deganing o'zi bu yerda asli risolat endi. Risolatning o'zini evatganligining o'zini bayon qildi. Mushning qarg'a vaqtida yana her millet öz tilda mush Qur'oni Karimni tarjima qilgan vaqtida ashining o'z tushunigidek insonlarga şu millet o'ziniki to'g'ri va xato yo'lining o'zini shu Qur'oni Karim qarab ma uning qarg'a vaqtida ma yo'limda to'g'ri ketyaptimi? Ma'ning asoslangan vaqtida ma yo'lda men ma qilgan ishim xato bo'lyapti deb o'zining to'g'ri va xato ishining o'zini shu Qur'on qarab o'zi bekitgidek holatda bo'lishining o'zini Alloh taolo bu oyat orqali bizga tushuntiradi degan gap. Yani şu eğer biz Allah'ınki evetken şu risaletini uçurunu şu hoş haberini özümüzün halkıga çokum düşünüş kılıp özümüzün tili da yetkizişimizdeki şart ekanligini tushuntirdik mu shunda mı? Elbette. Eğer aşında özümüzün tilde öğrenmesek şu arab tilida yodlaplan tushunmayla mansak bunun bizga foyda yetkazmaydiganligini bildirdim ishada. Elbette. Misal ötkende bu nemede bir neme evet ne kuptu hem de Türkiye'de şu Kur'an bel hadis nemesde musabıqası yaptım şundaq bir nesne qılgan oxşaydı. Hem de aşı dostlarımız bilen nurgullar bilen men burunqi ma o andaq nemege ekranga chiqmagan vaqt jiq bilan so'zlashgan. Bular jiqnasini balkim bilganlari mı bor? Bilip durup muş yana aşındaq pulga nim qilib aşındaq qilayotganlar aşlağı şu hadisni ögütüptü. Qur'onni yodiltibdi, hatto qori bo'lib ketgan qizlar bor hozirgi vaqtda. Qosi masjidga imom bo'ldiki, o qizlar uni bilmaymiz. Hamda ashuni yodilib, Qur'on tugis hadisni yodilib, u bolani 18-20 yoshni oshirayotgandan keyin u bola davlat maktabida o'qimaydi degan gap. Shuni u o'qiyotgan narsani ishini asqatmaydi. Ashu o'qituvchisiga o'xshash bir o'zi millatni aldab yeydigan bir parazitga aylandi misol. Şunun için bu yerdeki nesne bilirse Allah Teala devatqını to'g'ri xatoni ariyalıqdek holatda bir tilda o'zi uni yetkizish nayt muhimligini o'zini bayon qilyapti. Ya'ni har millat o'z millatiga, o'z qarindoshlari, qavm qarindoshlarining o'ziga nim qilish kerak degan vaqtda o'z tilida bu Qur'oni Karim nayt yaxshi holatda yetkizishning o'zini Qur'on bizga buyurdi degan gap. Ya'ni shu burun shu oldi biz o'qigan oyatga o'xshash misol biz Arab til tushundik deganning o'zidami nimani bildirdi? Arab til tushundik, Arablarga uni yaxshi tushundirsin deb. Başdan tilda biz bilib olamizki, Uyg'urlar uni qanday yaxshi tushundik degan vaqtda uni Uyg'urcha Qur'on holatiga kelgan vaqtida. Ya'ni Uyg'urcha bir Qur'on holatiga kelgan vaqtda Uyg'urlar uni o'zini yaxshi tushuna oladi ekan. Deganda biz bilsaklar, uni nihoyat o'zi kuch chiqarib bir Uyg'urcha rasmiy o'zi insonlar rasmiy foydalanadigan holatda bir Qur'on holatiga akilishga kuch chiqara olamiz degan gap. Shuning uchun bu tarjim qilgan insonlarmi koni arab koni til bo'yicha tarjim qilib xudalqi nima desak bo'ldi uni o'zini men tushunmayman bir qism tarjimalarning o'zini bundaq tarjim qilish u nihoyat xato bir narsa. O'zimizniki adabiy til bo'yicha
Şu Kur'an'daki maqsadini, mazmunini tarjim qilish lozim. Shu vaqtda bu millat shunda qo'liga olgandakinlar uningdan bir narsaning o'zini bayqay oladi. Ha, maishni qilsak, mandaq va Qur'onda mandaq ko'rsatilibdi deb uni aniq o'zi tushuna oladi. Hozir Qur'onni o'qib nurg'u yerlarni tushuna olmaydigan yerlar bor. Misol, u nima tushuna olmaydi, Qur'on ashunday tushunishsiz bir kitobmi degan vaqtda Qur'on tushunishsiz emas. Tarjim qildim. Endi kalti ko'rsatib olgandan keyin endi tarjim qildigan gap. Onundan keyin Allah razı olsun. Yeni bir sual sorayım. Bu لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ depçi. Muş ayet. Yani bayatımın yankısı biz diyen, senin düşündürüşlerine hata düşünüp alğalı var da. Bula şu Allah bilen Peygamberinin arası içip etmekçi Resulullah'ın kim. Bunu bir şey daha hadisini inkar kılıp etip, onundaki Kur'an'ın inkar kıldı. Andagay deyilganda gepli vardı. Yani bir dese demesin de, ama lakin hata düşünülmez için moşu ayetini biz hata düşünüyoruz mesela. Buni yomon jihmi tushuntirib ketdik. Ish qilib bu odamlar tushunmaydi emas, ayni tushunib turib zo'miz o'qiyotgan shu eskilik endi bu. Yani shu nimaniki Sura Ahzobniki 21-oyatga o'xshaydi bu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera degan mush oyatning o'zidimi? Payg'ambarning o'ziga yaxshi o'rnak qilish haqidagi bir oyat. Resulullah. Yani Allah'ın elçisine özellikle yaxşı bir ülgü kılınlar deydi de, ülgü kılış neymi diye vaxtıda biz Resulullah'ını qandaq ülgü kılımız degan bir mavzu to'xtalgan bir vaqtılda. Aşağıda mı qandaq ülgü kılganımız ise o peygamberin qilgan işini harpen qilish emas, peygamber esilgan prinsiplarga esilish. Peygamber öz etiqad qilgan narsaga etiqad qilish. Aşın so'zlab o'tdik shu yerda. Hiçbir zaman peygamberning qilgan ishini hozir qilayotgan bir molla yo'q. Keşke özü peygamberniki biz sünnetini kıvatımız. Biz diyen sünnetki acayip eslivatımız deydi. Koldu şaplaktek öz iPhone 16 tuğan, 15-16 turuvatkan. Hazır 15 var misal, 15 turuvatkan. Peygamber Aleyhisselam hayatında iPhone emez, bir telefon tutupakka adam emez. Tögülünün minipakka yeri yok. Kılıç kalkan kötürpakka yeri yok. Peygamber Aleyhisselam yigen talkanı yapmakka yeri yok misal. Fakat namaz okuğa yeri var, o namazın biz mi okuvatımız? Misalda. Müslüman bu Ahmet'e mi okuydu onun özüne? Baş kıvatkan neyim işin var dese, kıvatkan hiç kadar işi yok. Kıvatkan hiç kadar işi yok. Berip uyad neyim kılavatsı biz sünnetki eslivatımız deydi. Sünnetki eslivatını taptaylık. Neymiş kıvatı mesela sünnetki eslivat? Bu yerdeki nesli neyim o dese, Peygamber öz zamanında şundak öz islahatçı, şu zamanını ıslah kılan, şu zamandaki insanların özüne yeni bir devrige başlap kirgen bir insan. Hem de biz peygamberniki akıttın mangan, peygamberin özümüz ülgü kılan insan bolsa qanday qilishimiz kerak diye vaqtda biz zamanımızda, yani hazırki zamanımızda islahatçı, ilgar, devri bölgüç bir insan buluşumuz lazım kelini bildirdi bu. Biz 1400 yıl burunqi özü Peygamber Aleyhisselam qilgan işinin özünü şu yerda o'zi hikoya qilib berish emas. Bu hikoya qilib berish bizga hech qanday foyda bermaydi. Chunki Qur'oni Karim deydi buningga. Lahum ma kasabu va lakum ma kasabtum va la tusalun amma kanu ya'malun degan. O burunqlarning qilgan ishi o'ziga, sizlarning qilgan ishinglar o'zingizga, sizlar ularning ishidan mas'uliyat tortilmaysizlar deydi. Bu nimani bildirdi desa, ular burun qilib o'tdi. Ularning ishi tugidi. O'lib bo'ldi ular. Endi sen hozirgi zamonda yashayotsan, sening ish qildigan zamoning bor. Sen qanday ishlarni qila olaysan, misol, qilama ishning o'zini deydi Alloh taolo Qur'onda. Sen nima deb u bir adam bir ishni qilib qo'yish kerak, payg'ambar alayhisalom ani qildik, sahoba mani qildik deb boshqa adam qilgan ishni pesh qilib, buni nima sen nima topmoqchi deyapti bu yerda. Uning uchun bu yerda narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarni asos qilgan holda özümüzün zamandaki meselelerine ait yaxşı hal qilib, milletki to'g'ri yo'lni ko'rsata olsak,
payg'ambarni o'zimizga ulgu qilgan bo'lamiz degan gap. O payg'ambarniki o zamanda qilgan ishi hozirgi zamonda insonlar ulgu ololmaydi. Chunki o zamanda ulgu bo'lgan. Hem hozircha degan vaqtda, hozirgi zamonda biz payg'ambar shu zamonda qandaq o'z ilg'or shunday bir davr bo'lgich shunday islohotchi inson bo'lgan bo'lsa, biz shunday inson bo'la olsak hozirgi vaqtda payg'ambarning yo'lini tutgan bo'lamiz degan gap. Qur'on yani mushti bo'ridi bizga. Her payg'ambar misol burungi payg'ambarning hech qanday bir hikoyasini so'zlamay, Musa ani qiptga, Fir'avnni manda qo'qitib o'tibdiki, oqitib ko'kqa o'tibdi deb, uni hech bir zaman tilga olmay turib, o'zining zamondagi ishlarni qilishining o'zi nimani bildirib desa, burunqilarning hikoyasini so'zlash bizga hech qanday foyda bermaydi degan gap. Sen şu Qur'oni Karimda ko'rsatgan ko'rsatma bo'yicha hozirgi zamon nima ish qila olaysan? Qo'lingda nima ish keladi? Kemmese qandaq sen bu zamanda qo'lingda ish kelgan bir inson aylana olaysan. Sen ma'ni qil degan gap endi. Allah razı olsun. Onundan kin Ra'd suresininki 11. ayeti mi? Her bir millet şu Allah'ın ayeti, her bir til, her bir kavimçi. Hem de Xudo'daki Kur'an Arap tilida nima uchun nozil qilinganligini bayatın so'zlab o'tdilar. Onundan kin her bir hem de şu Arapligi nozil bo'lgan Arap tilida nozil bo'lganlik uchun aşı coğrafyaga, aşı kavimga, aşı makan qarta atrofidagilarga kitap qilishga to'g'ri kelganlik uchun bu Arap tilida bo'ldi. Ama bu Araplarning aşı Peygamber Aleyhisselam Arap'tın bo'lib qolganligi uchun endi bizdan üstünlük bo'ladigan bir ish yo'q hamda shundaqmi? Elbette. Çünkü Kur'an'ın özde deyiklik. Sen kul innema ana beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid diyen ayetin özde sen ulağa ben size okşaşlı bir insan, bir adem ben. Fakat bana bir Allah'ın vehiy keldi o de bunu özü de deyiklik. Bu ne diyen bolduysa insanlıkta okşaş. Hiç kandak farkı yok. Fakat vehiy yeri fark etti. Peygamberniki. Qağa Arapça olsa Arapniki hiç kandak başka insanın farkı yok. Ulanı alaydı biliş. Arap medeniyetini alaydı biliş. Arap tilini alaydı biliş. Arap bu dünya kembigen puşaman kılıştık. Bunda işler kılış hiç kadar hacet yok. Nurgun insanlığı var. Hem bu asa aşağıda ölüp kessek. Dep arzu okup geldi gibi. O yerde öldün neyme, özümüzün təğirtəği ya ki tarım vadisi ölüp kettin neyme sana hiç kandak farkı yok. Bu vatanda ölse, vatandakilar onun qadr qimmatini qiladi. U Arabistonda ölse bir 3-4 ay o'tgandan keyin o so'ngaklarni yig'ib olib bir yerga tashlab o'tadi, shu boshqa ish yo'q. Allah razı olsun. Ahmetcan başka bir sualla var mı? Sualnimi so'g'dek ya qo'ymadi. Asosan oldi keyin ulab 3 mazmunda zaman, makan va inson mazmun qilingan shularga xos yoki xos emas taraflari biroz tafsiliy yoritilgan bo'ldi zaten. Tafsiliy anglaganlar uchun savollarni ortiqcha bir masala diqqatimni chekdi. Mening ko'pincha murakkab narsalarni oddiy qonuniyatlar asosida yashga vaqtida odam taxmin oson hazm qila olar ekanda. Burunma shuna tushunibdi ekanman men. O'sha Qur'on manbalik din tushunchasidan ushqashgandan keyingi fikr ichilishi bilan taxmin mukammallashib, taxmin ro'shanlashdida. Masalan, shu dinning asosiy 3 prinsipini o'z ichiga olgan, o'zgarmaydigan qismlari zaman makondan insondan hal qilgan
olamshumul va qiyomat qadar boqiy davr qildiganligini mushu nuqtani masalan yemek ichmaklarimizdagi qora ochliq o'xshatsak arablar o'rta sharqdagilar yoki dengiz rayonida yashaydiganlar hammasi o'zlarining tomog'ini yeydi ekan. İşte qilib jima qilibchi, lekin hammasidan xurishtirchi bo'lsa qora ochliq. Ya'ni bizningki asos buğday qo'noqlarimiz o'xshaydi ekan. Arablar chalpak eti yegan bo'lsa, biz jiddinan qilib yeydi ekanmiz, oqnan silib yeydi ekanmiz. Maqsad qo'saqni to'g'ri. Masalan bu yerda biz lag'ma yeymiz misolan. Uyg'urga ming akkasimi turkning yoki arabning jinasini akkasa lag'mandek tetamaydi hamda. Bu chet elda musofirchilik dardini tortganlarning ichida sig'inmadim deydigan tamoqi bo'lishi mumkin, lekin lag'man sig'inmaydigan Uyg'ur yoki lag'man sig'inmaydigan sharq turistlar bo'lmasligi mumkin. Mushuni misol olgan vaqtimizda shu qora ochliq o'zgarmaydi. Qiyomat qadar buğday qoladi, ammo Uyg'ur lag'man eti yeydi. Arab chalpak eti yeydi. Shundaymi? To'g'ri. Shu lag'manning quvvati bilan, shu chalpakning quvvati bilan u arab, bu turk, bu qirg'iz, bu qozoq shaklda ajdar davom qildi ekanda hayotini. Ham paydo bo'lgan energiyasini adarqandak shu insonning yaratilish maqsad g'oyasi bo'lgan ibodat, imorat, xilofat deb o'rganganmiz vaqtida. Ya'ni hokimiyat va dunyoni gullantirish, adolat barpo qilish va qulluq qilish, ya'ni Allohga qulchilik qilish. Qulluq degan gapni o'zi xato gap ekanligini tushundim. Ya'ni qul bo'lish salohiyatimiz yo'q ekan zaten. Demak, bu darsni taqqiy qilib yaxshi tushungan qarindoshlar uchun aslida bek jiq mazmun bor. Ammo qilniq yardigan, buri o'rganib olgan o'lcham tushunchalari bilan bunda sepa qilib bu to'g'ri kelmaydi ekan deb atlab o'tib ketadigan yoki mazmunni to'liq anglamaydigan kesib lekin o'ziniki kallasida qolgan koni nimalari bilan ko'zini yumib inkoslarni yezayverdi ekan. Mush hozir qadar yezayotgan inkoslarga qarasak, bu zaten nimiz deydigan bu qarindoshlarimiz, nimani talashadigan degiz keldi odamning. To'g'ri. Vaqt israfi. Endi ba'zan do'stlarimiz dedi, cheklab o'tinglar bu deb. Ham cheklab etsak, o'zimizning qarindoshi. Payg'ambar alayhisalom bir odamga yetkazib olish uchun bormagan tushmagan, o'y chiqmagan don qolmabdi ekan. Shunga tilimizni bildigan bir insonninki bizga bergan aziyatlari yoki kojliqlari tufaylidan uni menga deb aytib etgandan biroz zamon tanisak yoki biroz zamon bersak, sabr qilsak, oxirida yana yaxshilik bo'lar degan shaklda biz sabr qilib ketyapmiz. Lekin shunda oddiy tushunchalarda mana hozir shu lag'manning misolini olsak, shunda dehqonmi tushunadi hozir bu gapni. To'g'rimi misoli? Mushuni misoli ekan, o'zgarmaydigan 3 prinsipni ching tutamiz. Qolganning hammasini o'zimizga tatbiqlaydi ekanmiz buni. Shunda osonlashdi. Ba'zan shu ko'rman do'stlarning orasida xil peshqadamlarmi borda ekran orqalarida bir odamga degiz kelmaydigan, ammo biz bilan suhbat qilib boradigan do'stlarning ko'pinchisidan kelgan inkosni yig'sak, nimaga yig'ildi desa, bu ustozning tushuntirishida bu din u qadar osonlashadi ekanki, bunda osonlasha kim bu dindan chiqib ketadi, kim bu dinni tark etadi yoki xohlamaydi dedi. Shunda osonlik deydi. Shunga bizniki ixlos lozim. Beshidagi kirish so'zni deb qo'ydik. Buni bayqash uchun biroz ixlos lozim. Ikkinchisi, oldimizda bizga hayvat qilib kelgan qo'rqinchli bir nimalar bor. Shu quruq eshak qo'ygan, quyruqliq mazag'ajonga o'xshash bizningki kichikimizdan tortib mingimizni singdirib o'tilgan, pilni bog'lab cho'ng qilgan og'amchiga o'xshash bizning aqlimizni, zehnimizni, e'tiqodimizni chigib olgan bir to'qinoqlar bor. Bu to'qinoqlarni yeyib o'tib ketadigan insonlar cho'qim aylanib kelib, Qur'onga kelib to'xtaydiganligiga men misolan borgansir ishonchim oshdi mening. Shun do'stlar deb qo'ydiganimiz, tavsiya qildiganimiz shu munosabat bilan hozir ixlos qilish lozim. Biroz jur'atli bo'lish kerak. Albatta to'g'ri, ig'i keladi. Bu qadar xato bo'lamdi. 1400 yildan beri hech kim uqmay, ish odam uqqanda.
degan shakldagi nurg'un gaplarga duch keladi. Lekin aqlning manbasi birkin. G'arbdagi bir ko'rib bakmagan bir insonning aqli tafakkurdan chiqqan bir xulosa bilan sharqlik bir insonning aqli tafakkurdan chiqqan narsadagi natija yoki umid, orzu, tilak degandek narsalar asosan o'xshash chiqadi ekan. Shu qalbda ba'lan ma'lum g'araz, maqsad bilan burmilinib ketmaganlar bo'lsa. Şunu ba'zan do'stlarimga tekrar tavsiya qilamiz. Darslarni tafsiliy yaxshi anglasa, tushunmagan savollar bo'lsa, so'rsa albatta biz nima qilamiz, tushuntirish beramiz. Ustoz buni hozir qadar nurg'un masalalarni takrorlayotdi. Biz mazmunning takrorlanayotganligini his qilyapmiz. Biz tafsiliy anglayotganlar. Chunki shu takror tushyapti-da bu savol. Endi bizniki shu diniy olimlarimizda hal qilamagan eng cho'ng bir masala bor-ku. Nima degan? Din masalan Qur'onni asos qilgan qarindoshlarimizning ichidami, ya'ni olimlarning ichidami? Qur'onning hammasi dinmi degan vaqtda ashning o'zini nurg'unlar arif beramaydi-ku. Misol turklarning ichidan bu tarixselmi, evrenselmi degan bir masala o'tirib chiqliq. Qur'onni ya hammasini tarixsel diyenmeklik, ya hammasini evrensel diyenmeklik. O vaqtda aş otur qıslıb qalgandan bizniki olimlarimiz aşta qıslıb qalıqlıq. Bu qıslıb qalışın səbəbi nima degan vaqtda u yerdagi masalani o'zi yaxshilab tadqiq qilmoqlik. Masalan, Qur'oni Karim prinsiplar bayon qilinmoqlik, u nada ijro qilinmoqlik, kim ijro qilgan birinchi qatim degan vaqtning o'zida Qur'oni Karimda shu boy dedik, masalan, Badr urushi dedik, Hunayn urushi dedik, Mekke fethisi dedik, Ebu Leheb'nin vakaligi dedik, Yahud Nasara, şu yerdeki munafiqlar vakaligi dedik. Aşının hammasi o osmon bilan yerning o'rtasida bir yerda bo'lgan ish emas u. Shu Makka Madinada payg'ambar alayhisalom zamonida bo'lgan ishlar u. Masalan, Qur'ondagi shu Sura Baqarniki va minan nas ma yaqulu amanna billahi va bil yawmil oxir degan 6-7 oyat. Ashuni boshlab 7-8 oyat bor. Munofiqlar haqida bayon qilingan. Aş ayetinin hammasi Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki insanlar hakkında düşen ayetler. Mesela. Demek neymi diye vaxtda bu faqatlı bu yerdeki bir vaqalik bayon qilingan vaqaliklar Peygamber Aleyhisselam zamanında bayon qilingan vaqaliklar ve u yerda ijro qilingan ishlar bunun o'zini bizniki diniy olimlarimiz nima deydi? Din degan ashu deylik. Ish harakatni. Kur'an o emas, o din degan anın koygan prinsip deylik. Xuddi hozirgi vaqtda misol bir davlatning prezidenti bir ishni qildi. Bizning odamlarimiz nima deydi desa, "Ay davlatning prezidenti qilgan ishning o'zi qonun develiklik." Qur'oncha degan vaqtda u davlatning prezidenti qilgan ish qonun emas. U faqat qonunni ijro qilgan odam, qonun Qur'on ichidagi, ya'ni o'zining qonun tutuvini ichidagi Ayşe qilsang, Ayşe mandaq qilsa, Ayşe mandaq qilmaysa deb belgilangan prinsiplar deylik. Ya'ni bugungi dunyoning tilida aytgan chog'da hokimiyatlarningki o'zgarish ilib borgan narsaning ismi siyosat. Siyosat qildi ekan. Ammo qonun davomli o'zgarmay turdi ekan, mahkam turdi ekan prinsiplarda jihatlarda. Kim o'z to'liqini xatosi o'z tuzinib degandek. O siyosatning shu prinsip o'zgarmaydi, nima qilsa tashqi siyosat manfaatni asos qildi. Manfaat asos qilgan bir davlat do'stlik qilayotgan bo'lsa, bir zamonda ikkisi do'stlik uzilib ketsa, u yer manfaat uzilganligi uchun do'stlik uzilyapti degan gap. Manfaat asos bo'lganligi uchun. Prinsip o'zgarmaydi, ya'ni boshqa bir dushman davlat bilan do'st bo'laverdi. Nima uchun degan vaqtda u yer faqat manfaat asos, do'st dushmanlik ikkinchi o'rindagi narsa. Degan gap. Shuning bu yerdagi tub maqsad hech bir zaman o'zgarmaydi. Fe'l yana qilayotgan ish harakat, ya'ni jamiyat bo'layotgan ko'rinish o'zgargan bilan asos prinsip o'zgarmaydigan gap. Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo deyotgan narsa nima desa, prinsip o'zgarmaydi. Prinsipga Odam alayhisalom tortib payg'ambar alayhisalomgacha hammasi shu prinsip bo'yicha ishni bajarganda, Alloh taolo bizga deyotgan nima desa, sizlarmi ashlarga o'xshash prinsip asosida turib ish bajarang deydi. Bizning odamlarcha, bizning mo'llik qanday qilyapti desa, o prinsip asoslanib ish bajarish emas, prinsipga asoslanib bajargan ishni din qilaylik. Misol.
Onun da guman bağı Peygamberimizin resmi kılmağalığı eniqlanmagan bir işin özüne. Aşı doğramçılık mavzusuna işçi kirip gelirken aşağı düşünmey, karşı doğrap kılış. Bu maymun okşaydı iken de mi cihatte? Maymun doğraydı o misalen. Aşında alamken düşünmeydi ki aşına. Düşünmeye kıldı iken. Nemede Beni İsrail'deki vakaligide kunu kıradeten hasin deydi o. Bu nemi o dese? Ayada yolda ketip o neminiki bir meldin ötük dediği vaxtda hemme öynük aldı bittalın butu akende. Musa sen mi anı koş her birimiz bittalın ilah kıpagende depnim kavaqda ahırsta Allah Teala ıslı maymun kitan deydi. Demek an doğrayımız degendikçe Allah Teala devatkan gep o. Subhanallah. Subhanallah. Ötkenki aldın qıtımlıq dərsinin birisi de biraz koçladık. Təxminiq oturup koyulgan meselelerden bir qançısı var. Mesela hadis dini emas deyildi. Meyli o Kur'an'daki olsun, meyli uydurma kitaplardaki olsun dedik. Şey de atılan kitaplarda. Ondan keyin mesela hazır dağıtkan gap mı şu din üstüde izlenevatkan samimi dostlarga yani noktalıq tapşırıq hesabında izlenişilip bardıgan noktalar demişmende mesela hadisler din emas degan mavzu bek çoğun mavzu var. Bunun içine anandikin hemmisi kirip ketdi. Uşaq ventilarla yapışatkan dostlar biraz şekisini kendine qarı ötüp çoğun taraftan bakkan vaxtıda mandalyaga islese asan yişidi. Yani birinciden hadis din emas deyildi. İkinciden bugünkü dünyanın taraqqiyatida yemek içmekninki yemek içmek xurujlarının maddelerini kimyalik usulda yoki başka narsalardan izlep çıkıp şunun şekliga aylandırılgan yoki qo'saqni şunun bedenning ehtiyojini qamdaydigan narsalarni sun'iy barpo qilish orqali hayvonlarni va boshqa narsalarni ozod qiladigan texnikalar o'ttirib chiqyapti-da. Muşununma mesela halal mı haram mı diye meselede ötkende tartıştık. O halal bulunganlığını değiştik. Bunun muşunundan başka yana bu nimeninkini gibi oldu. Zakatnınki qanday tatbiqlanganligini deb o'tib ketdi. Texmi muhim meselelerden birisi nima desa, mesela zinaxorni 80 qamcha yoki darra urunglar degan oyat, bu oyatninki asli prinsipi şu zamandaki derre uğraş, şu zamandaki insanların şu işten tosuluşuna kifoya qiladigan bir derecedeki bir jazo ekanligini. Bugünkü dünya insanlarga, bugünkü dünyadaki insanların şu işten çekinishiga sebep bo'ladigan bir çağrını o'ttirib olib chiqishimiz Qur'onning prinsipi degan shakldagi gaplarni tushuntirish qildilar. Mening kallamdan o'tdi zaten ben tushundim, men qabul qildim yani mana shunday. Yani asli din mandaq hayot narsa ekanda. To'g'ri. Dogma anda izda maqlanib qolgan narsa emas ekan bu. O Qur'onda mushunday jihatlarga qarindoshlarimiz izdenish qilsa, mashinaga lompayni qo'yamdi, mikroskop bilan qaylamdi. İzdenish qilsa, manda cho'ng yerga kelsa, qolgan ushshaq narsalarga jiq vaqt ketmaydi. O'sha bitta qo'y dedim. Biz ilqi hadisni din emas deyishimizda nima degan vaqtda hozirgi degan gapimiz bilan aloqaliq bo'chu. Misol hadis degani voqelik degan gap. Bir odamning so'z harakatlari hadis deb atildi. Misol shu Qur'ondagi Fir'avnning voqeligi bo'lsin, payg'ambarlarning voqeligi bo'lsin, misol Müslüm, gayrimüslimlarning bütün o'zi voqelikning hammasini bo'lsa hadis. Qur'onda uni hal atak hadisi Musa, hal atak hadisi G'oshiya degan o'sha nurg'un 16-17 yada hadis kelimasi bilan atgan so'zlar bor. Buni bu voqelikning hammasi Alloh taolo nima deytsa hadis deb ataqliq. Endi biz hozir devatimiz Qur'oni Karim shu prinsiplarning o'zini din devatadi-da. Din devatadi. O din uni o prinsipga tatbiqlab turib qilgan ijroatning o'zini hadis devatimizda. Demak bu yerda nima degan vaqtda esildigan narsa Alloh taolo tushungan prinsipmi yoki prinsipni bir zamonda ijro qilgan ijroatmi misolda. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala boy degan o'xshash tarixda o'tgan 25 payg'ambar Qur'oni Karimda zikr qilinmoqliq. Hech bir payg'ambar burun payg'ambarni doğrab bir ish qilmoqliq.
Bo'lmasa burun Nishada payg'ambarlarning qilgan ish harakatlari Qur'oni Karimda qisqa bo'lsa-mu zikr qilinadiq. Ammo uni qilmoqlik nima uchun degan vaqtda o'ziniki amaliy ahvoli va o'ziniki atrofiga jamiyatdagi ahvol qarta ish bajarish bu o'zi payg'ambarlarning tutgan yo'li. Ko'zni jo'q lekin Musa alayhissalom manda hal qilib lekin o'zi daryoni bilib o'tibdi deb lekin daryoga o'zini otadigan bunday payg'ambar bo'lmagan tarixda. Masalan, İbrahim Aleyhisselam zamanında İbrahim Aleyhisselam hakkı gap kuturup olanmay botunu urup çekip etip keyin İbrahim'in özünü otup taşlayımız degendekin mayatını çıket dep Allah Teala onun vahiy vergendekin o jutun çıketken misal de. Hem Peygamber Aleyhisselam zamanında diyoruz. Peygamber Aleyhisselam hem İbrahim Aleyhisselam aşağı kıttı. Boldu ben mi şundak kılay demezden Mekke'nin asla Medine'ye çıkıtıklık. Bu Kabe'nin içinde 360 tane but vardı şu vakıda. Ne işte yaklatmadı onu? Demek bu İbrahim'in doğru saçlar kısıldı. Bu yerki mesele ne mi diye vakıda? Kanda insanlara bu doğrunun özü anlatış ve doğruğa kail kılış. İnsanlar ne mesela peygamber Yani meseleni hal kılışkin. Şunun için bu yerki ne mi dese o peygamber aleyhisselam zamanında bir işleri şu aşıda kan olsa hazır mı şüphet kılımız diyenin özü bu hata. Ne mi için? Çünkü o vakti seviye ve hazır seviyeye okşamaydı. Biz hazır berip kalını koyunu misal kılıp yürüp özü kısak nurgu adamlar da qarab bana var neredeydi. Ama hazır çötken vaxtda biz öz asman cisimleri, ayının, günün ayrılışları, onun arasındaki nemede nasıl aşında öz kanuniyetlerini öğrenip gelip mesela onun sırtında mesela biyologiya, fizyologiya, anatomiyadaki her aşı üstünlük insanın vücudundaki nurgulgan kanuniyetler vardı. Aşında kanuniyetlerini delil kılış arkalık insanların kail kılış. Yani bu yerki nesnemiz ötkende biz diyendek El-Kıyas-Elonuk enil ehille kulhiye mevakit linnâs vel hec diyen ayetin özü mü? İşkital payda üçün zikr kılınğanda ay. Hem hazır çötken vaxtda ayda nurgulgan insanlar paydalanılan nesler var, maddeler var mesela. Onu ep tüsse zamanğa insanlar paydalanaydı. Hem de demekçi olan ne mi diye vaxtda Kur'an-ı Kerim'de bir kısım şu insanlara verilgen cevapta şu zamanda şu insanların seviyesi karta verilgen cevaplı var. Bunu ekilip hazırki zamanda ben Kur'an-ı Kerim manda depti, o hazırki zaman doğru kelmeyi hiç kadar acet yok. Bu seviyesi karta düşendiriş diyen bir öz prensipli asas kılımız. Demek ki hazırki zamanda insanların seviyesi karta düşendiriş diyenini nokta kılımız diyen. İnsaniyetin bütün ahlakını bir balının, buvak balının çoğulap pişip yetilgen baskıçıga kadar terakkiyat jarayonlaridagi bir aqlning tafakkurga o'xshaydi ekan. Masalan, dastlabda Habil Qabilninki bizning qotillik jinoyat yuz bergan chog'da qanday ko'mib bir taraf qilishni bilmay qog'ida yurganlik hikoyalari bor masalan. Shu demak, bolaga o'xshash, kichik bolaga o'xshash aqlda avo. To'g'ri. İbrahim Aleyhisselamdan so'rgan savollari bor masalan, nimaninki Musaninki men shuni ko'ray degan gapi bor. Doğru. Tefekkürlerimi da tasavvur qilgan vaqtimizda bugungi dunyo insonlarning aqli tafakkuri shu zamonda yashagan insonlardan albatta alqib ketaylik hozir. Şu bu yerki tüp mesele ne mi diye vaqtda o peygamberler qilgan ishlarni şu zamanga xos ishlar, şu yerdagi millatga xos ishlar, şu zamanda ijro qilingan ishlar. Endi bizga bo'lgancha degan vaqtda biz hozirgi zamonda o'zimizning ishini Qur'on tadqiqlash orqali qanday yaxshilik qila olamiz? İşni qanday to'g'ri qila olamiz? Yani bu bizniki tutilgan yo'limiz. Yani bizniki mollalarimizniki hozir shu bilishga tegishli bo'lgan narsa nima desa, Qur'oni Karimdagi tarixsel yeri bilan evrensel yerining o'zini farq etmoqlik, ajratmoqlik misol. Shu ajratgan vaqtda hamma narsa hal bo'ldi. Hech qanday buning bir qiyin narsa yo'q. Ben sizinle tanıştığım aldığında şu dini meseleler, milli menfaat meselesindeki nurgun tokunuşlara cevap izleş jarayonlarida ben vallahi müracaat qilgandim ki o'zimiz o'lim açıqlagan do'stlardan bizning tariximizda bütün ulamolarning qilib kelgan ishi millatning ustidagi Allohning haqqini bayon qilishyapti, dinning haqqini bayon qilishyapti. Ya bizning haqqimizning yani milletimizning din ustidagi haqqalari ustida izlanish qilgan bo'lsanglar deb murojaat qilgandim qasd. Aşı yo'q bizda. To'g'ri. Aşı yo'q ekan. Ashna deb murojaat qilgan. Agar qarindoshlar agar
Aşı gapni degan qarindoshlar guvohlik bersa yaxshi. Ben qilib qolsa Alloh guvoh bo'ladi albatta. Ya'ni real dunyodagi masalalarni hal qilish jarayonlarida duch kelgan qiyinchiliklarni qanday hal qilish masalasida izdenish orqali dindagi haqqimizning yo'qligini his qilib shunday deyilgan gapda ashada. Bugun musho Qur'onda nazar programmasida o'tirib qo'yilayotgan har bir masalada boshdan oyoq bir insonning qanday qo'llab o'zining qadr qimmatini barpo qilishi va milliy manfaati, davlat manfaati qatorliq masalalar sistemalik shaklda izg'ir binoning kishilik biz jipsishib manyotdi hozir. Izlangan qarindoshlar bayqaliq buni. Allah kuch quvvat bersin. Yılıqı misal baydım degендек endi bu biz şu din üçün tug'ildik dunyoga Allohga ibodat qilish uchun deb oyatni xato tushunib bundan kimizga tug'ilishimiz bizning yashashimiz faqat din uchun Allohning dinini hatto yuqori ko'tarish uchun debla mashinani qildi. Aslida o yılıqı inson din uchunmi yoki din inson uchunmi degan savolga to'g'ri javob bermagan. Yillar ilgari so'ralgan bu savollar men ajda so'raydim. Şunun cevabını mollalarımız ufkanmagachqa hemme demde şu hani nimege yılıqı xo'jalik dini tushunlam kelgandek Uyg'ur millati shu yoki mening diniy qarindosh shu diniy ulamo qarindoshlardan bayqagani men din bilan fan sohasining orsi cho'ng'i odam bo'lganligim uchun ko'pincha jiqroq tafakkur qilib izdenish ilib borolmaganligim uchun ular bilan fikrlash jarayonida bo'lganda ulardan butun his qilgan narsa nima desa qaysi nuqtaga yoki qaysi zamon makondagi insonlarning qishig'i berib tiz cho'kkan bo'lsa aş özüki ders bergen insanların murtuğa aylanıp gidiyorken bu qarindoshlar. Aşının çemberkiga chiqirib qoladi ekan. Şunun tacını kötürüp ekilip aşının ulug'liq muqamiga yetish buning orzusiga aylanib qoldi ekan. Albatta. Yani özü tiz cho'kkan ulamoninki siziqidan chiqolmaydigan shogird bo'lib qoldi ekan. Bütün men bayqaganim shu ulamo qarindoshlarga umum ahvol. To'g'ri shu. Hem bu aşında boğallık için bulanın tebliğ bilen yetişken millet mi nima bo'ladi ekan desa, qo'rqitilganlardan qo'rqab cho'ng oldi ekan. Bağlab ko'ndirilgan pil o'xshash. Aşında biz jaholatning zanjirida bog'lanib qolib ekanmiz. To'g'ri. Şu boshdan oyoq biz deb kelayotgan narsa tafakkur qiladigan, mustaqil irodasi bo'lgan qarindoshlarni umid qilib deb kelyapmiz. To'g'ri. Bir odamga do'ramchiqlik qiladigan emas. Toza qistab kelgan vaqtimizda bizden diyalog ilib bakın kardeşler tazı qistab kelgan vaqtida men bilmayman ishga shu o'zim nima qilgan ixlos qilgan odamlar qilganini qilib kelyapman degan shakldagi shu ixroga kelib to'xtaydi-da. Aşağı kelib to'xtaydi. To'g'ri. Allah hidoyat bergay. Herhalde terishyapmiz. Nurg'un bo'ronchaqullarga duch kelshakmi, tatu chang to'zonlarga duch kelshakmi, haqiqat ekanligini his qilganligimiz tushunganligimiz uchun sabr qilyapmiz, davom qilyapmiz. Alloh ado qadar davom qilgan nasib etgay. Mencha qildi. Men bir gapni deb olay. Bu yerda ustoz mana prinsipni doktor qilib shu bakroq chekilayotdi-da. Shu lag'manning masalasiga kelgan vaqtida hamda Amerikada yine shu lag'man yetalaydi. Vatandami shu, Istanbuldami shu. Faqatla shu lag'manni, xemini yug'urishni, sayni qo'rishni bilib olsaqlar, dunyoning har qanday yerida onlan bo'lsa, o lag'manni yetalaymiz hamda shu. Shu prinsipni bilib olish kerak. Shunga hatta mana bir she'rni o'qigandim, men hatta uni Hüseyin qilib yozibdi ekan. Eliqi yo'lda qo'ysanglar qo'yinglar, cho'lda qo'ymanglar meni. Meltang bilan yuyunglar meyitimni, lag'man bilan bog'langlar enkimni. Shunga o'xshash-da. Biz shu lag'manga oshina bo'lgandek, Qur'onga oshina bo'lsak, Qur'onni tushunishni, oyatlarni bir-biriga bog'lashni bilarsak, Qur'onni va hikmatni berdi bismillah.
Hikmetni bilinmey kalsak, Kur'an'da hüküm çıkaramaydigan, lagman etemeydigan gepimde. Şoňa bir ýerde asaslyky şu, lagman etişine, Kur'an'da hikmet çıkarışına, şu barada bulatkan derslerimde boşu, hemme näsini tepsili beklenimi kılmayın, asaslıkım yurtup birildi mezmunla. Şoň hagyle hem de kyrdaşlarymyzyňki hemini ýugurup bakıp, Samimiyeti. tuzunu temşep bakıp, üzüm bir wagt çıkarıp, üzüniň dini bolan, üzüniň dini dep oýlasalyk men, muşu dinde bir togry ýaşaý ve keşkişi burnumdan birse çölek ötkizep maňmysyn, men öz aldymda adam bolgandykin, Allah'a üzem cevap berdigandykin, bir Kur'an'y elip, ayetlerini çöndürüp ötdigan dostlar. Üzemniň tilinde bir okup bakaýam şuna, düşünüp bakaýa dese, çokum şolar men iteleydi, Kur'an'da hikmetlerini, durdanlarını süzeleýdi. Ya zaten Kur'an'da baştan ayak tekrarlanan ayetten birisi leallekum tefekkürün go. Tefekkür kılış. Ya hiç kanda bir näsege hatta Kur'an'a uşamagan bir insan mı, uşraşmagan bir insan mı? Semin dedik ya kalbi garezlen burnunun ketmegenli olsa bir insandan o hakikat tapı diken o. Doğru. Tefekkür kılsa. Bizde Bunlardan en unutulgan tercih ibadetten birisi tefekkür kılışken. Doğru. Aslı Aşırı- ulu ibadet o mesela aşırı tefekkür tertip kılışma ulu burada. ibadet yani. Tamam. Yani Aşırı ulu tertip semanda burada. kalıp mukaddesleşken emez yani çoğun ibadet yani. Tamam. Tefekkürün nimeligini bilmeýdigan kyryndaşlar bolsunmy, hatda Kur'an okugan dinki Kur'anda Allah üze tefekkür kıl diýdi. Tefekkür kılışdynki usullaryny üýtüp guýdy. Hatda üze surap oýlanyp bakyn depçi, onuň üze jogap berdi. Hatda Resulullah'ymyz senden manda näse soraýdy, onuňa manda jogap ber diýdi. Aşynyň okşaş hemde. Bizni Allah çenip durdu. Tefekkürni aşağıda kanda kılıçını bizi üyütüp koydu Allah için. Doğru. Bu ecillik bolgaysla. Oldu. İkiler Biz saat. burada Mevzusu. yetiş kılıp kıllarız. Oldu. Makul kiler katın görüşürüz. Ustaz kiler saatlik derisinin timisini maqatim demedi. İnşallah patikında oçuklayımız. Bugünkü Kur'an ma'lum kavimge has mı? Digen haqida müşündük. Hudaýym bolsa, nupsa seperde nupgandykin dämize nim kılymyz Hudaýym bekitimiz. Tamam. Buludu, kaderli kıyırındaşlar ekran altıdaki Pidayla ekranının Kur'an'ın nezer programını körüvatkan dünyanın hemme jaydaki kıyırındaşlar inşallah 68. Kur'an'ın nezer programımızda yeni görüşküçe Allah'a emanet bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.